Yengidek qilib ber. Balkim yangi oyoq kiyim olib berarman. Ona, Ha bolajonim. qani eski oyoq kiyimim qani? Qaysi? Qani ustiga olib tovlattiraman-ku. Bo'ldi bolajonim. Omborxonaga olib borib qo'ygan. Omborxonada bolam. Xo'p, ona. Ye? Yengidek qilib ber. Balkim yangi oyoq kiyim olib berarman. Yaxshimisan, Shuhrat? Tuzumsan. Savdolar qalay? Rahmat. Mashina ertagacha chiroyli qilib ber. Nima qidiryapsan, ha? Xo'p. O'rtoq, oyoq kiyim olaman desang-chi, puling ham bor, imkoning ham bor. Xo'sh. Nega nuqulmash oyoq kiyim olib kelaverasan? Kiyganingni ham ko'rmaganman-da. O'rtoq qo'yver. Menga shu oyoq kiyim yoqadi. Puling kerak emas, o'rtoq. Bu qo'l olib haqqi. qo'ygin. Kerak emas. Men roziman, Behzod, olib ket O'rtoq, pulingni. ertaga olib ketaman. Qo'ymaydi bu ham. Hech narsa qilmagan-u. Assalomu alaykum onam. Yaxshi kelding bolam. Ahvolingiz yaxshi? Keldim, rahmat. Yaxshi keldim. Bu nima? Bolam, yana non olib keldingmi? Uyda non rosa ko'p edi. Novoy o'rtog'im bor, bilasiz, mahallani boshida. Har kuni yonidan o'taman. Quruq o'tmaydi-manda, ona. Hech bo'lmasa shunaqa qilib foydam tegsin. Bolam, mayli, qo'shnilarga beramiz. Baraka toping bolam. Umringdan barakat. O'zi nima bo'tga keldi? Shahzod joy bo'lgani uchunmi? To'ppa tuzu choyxonaga borib, achchiq oshlarni yeb yurudi, ha? Bekzod o'zi pishuvdi. Tekin tushsin degandir-da. Sallaga tekin bo'lsa bo'ldi-da, to'g'rimi? Choyxonaga borib o'tirsu. Babu shu pulni choyxonaga to'laymanmi? Choyxonaga to'lasam begonaga ketadi, to'g'rimi? Bu yoqqa to'lasam og'aynimizga foyda-ku. Shuni o'ylab ko'rmadilaringmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xush kelibsizlar bolalar. Kel o'tir. Salomat bo'l. Kelganinglardan shunaqa xursand bo'ldim. Nimaga? To'g'risini aytsam, suvda sal yaxshi emas, yangi joy bilasan. Odam o'rganish kerak. Ha, foydamiz tegibdi-da. Sizlarni kelganinglar ham hamma deymanga o'rtoq. Shuning uchun ham aytamiz-da, do'stlik faqat tilda emas, amalda ham bo'lgani yaxshi.